Iqtibos Hararidan. Bugun havo yaxshi bo'lgani uchun ikkita iqtibos. Xo'p, Harari aytadiki, odatda buyruq beradiganlar bu voqealarni hikoya qilib aytib bera oladiganlar bo'ladi va faqat faktlarni biladiganlar bo'lsa, bular bo'ysunuvchilar bo'ladi. Ya'ni demak, bizni voqeani hikoya qilib aytib bera oladiganlar boshqaradi degani. Xo'p, buni hayotda ham juda ko'p ko'rsak bo'ladi. Misol ilmiy xodimlar bor, o'qituvchilar bor. Bular faqat ma'lumotlarni biladi va yetkazib berishga harakat qilishadi. Siyosatchilar bo'lsa, aynan o'sha voqeadan qanaqadir hikoya yaratishadi. Misol uchun, tarix o'qituvchisi Amir Temur haqida qanaqadir ma'lumotlar beradigan bo'lsa, siyosatchi Amir Temurni qanaqadir rol modelga aylantirib, uni undan hikoya yaratib, odamlarni boshqarishda foydalanadi. Yoki bo'lmasa, yana marketologlar bor, statistikalar qiladi yoki boshqa qiladi. Biznesmenlar bulardan foydalanadi, analitiklardan yoki dasturchilardan. Ular qanaqadir narsani, ma'lumotlarni bilishadi va biznesmenlar ulardan foydalanishadi, hikoya yaratib boshqarishda foydalanishadi. Statistikalardan misol uchun, o'tgan yil bunaqa bo'lgan ekan, endi bunaqa qilishimiz kerak degan ma'noda. Yoki bo'lmasa, texnik xodimlar bor, chiroqlarni o'rnatishadi, montaj qilishadi videolarni olib. Ularda podkastchilar yoki bo'lmasa blogerlar boshqaradi. Ya'ni podkastchi, bloger montaj qilishni, chiroq o'rnatishni bilmaydi, lekin chiroyli hikoya gapirgani uchun ular odatda boshqaradi. Yoki mana Saturn chiqqan, Tyson chiqqan, ular qayoqdagi yo'q hikoyalarni gapirib bera olgani uchun qanaqadir odamlarni o'ziga jalb qila olyapti. Demak, biz faqat ma'lumotlarni bilishimiz emas, biz u ma'lumotda chiroyli hikoya qilib aytib bera olishimiz ham muhim. Istalgan narsani hikoyaga aylantirish mumkin, chunki borliqda o'zi xronologiya, ya'ni buyuk portlashdan tortib shu kungacha bo'lgan zamonaviy texnologiyalar hammasi qanaqadir xronologiya, hikoya asosida rivojlanib kelgan. Fanda ham xuddi shunaqa, matematika bo'ladimi, kimyo bo'ladimi, faqat ma'lumotni biladigan mutaxassis emas, hikoya qiluvchi bo'lsak, demak biz yaxshi ustoz bo'lamiz. Lekin bunda ham xuddi shunaqa muvozanat ushlash kerak. Faqat ma'lumotlarni bilish yoki faqat hikoya qilishni bilish halokatga olib keladi. Halokat deganda, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin. Ya'ni rivojlanmaydi. Mutaxassisni hech kim eshitmaydi. U ma'lumotlarni biladi, lekin odamlarga bu ma'lumotlar qanchalik muhimligini hikoya tarzida yetkazib bera olmaydi. Kimyo ustoz, matematika ustoz o'zini fanini qay darajada muhimligini biladi, lekin odamlarga hikoya qilib yetkazib bera olmaydi. Faqat hikoya aytadiganlar ham xuddi shunday zararda bo'ladi. Ko'pincha Muhammad Ali Shonqulov yoki bo'lmasa Ibrohim Gulyamov ko'p unaqalar hikoya aytib berishadi. Hikoyani aytib odamlarni o'ziga qaratishadi, lekin orqasini qarasangiz, faktlar, ma'lumotlar noto'g'ri yoki yetishmagan holatda bo'ladi. Shuning uchun ham faktlarni oling, biling, o'zingiz mutaxassisligingiz, yo'nalishingiz bo'lsin, o'sha narsani mukammal biling va uni odamlarga yetkazib berish uchun hikoya qilishni ham o'rganing. Ya'ni aql bilan yurakni bir-biriga bog'lab turadigan narsa bu hikoya. Odamlar aql orqali ma'lumotlarni qabul qiladi, hikoya o'sha ma'lumotlarni yurakka yetkazib beradi. Ya'ni chuqur iz qoldirib, odamlarga yetkazishingiz oson bo'ladi.